birinchi o'rinda ventilyatsiya tashlash kerak. Ventilyatsiya nima qiladi desa, ventilyatsiya havo tortadi bu yerda. Mana shu havo tortgani hisobiga unitazidan axlatni ketkizganda mana bu havo tortib, axlat tortib ketadi. Bu yerda o'zini bilsanglar, suv turadi. Suv turgani hisobiga hidlanib ushlab turadi. Mana bu tortgani hisobiga trapni ham ichidagi suvni tortib ketadi va trap suxoy bo'lib qolgan hisobiga bu yerdan hid chiqishni boshlaydi. Shunaqa joylarda nomodo bir xil usulda chof boradi ventilyatsiyadan. Chof borganda aeratorlar bor. Mana shu aeratorlarni unitaziga sal yuqoriroq mabitga qo'yiladi. Aerator qo'yib yuborsa, shuni hal qilib beradi. Keyin rakvina joyi bor. Rakvinadan ham shu o'zini ulangan joyda sal teparoq qilib, mana shu yerga aerator qo'yish kerak. Mana shu aerator 50 taligi bor, 100 taligi bor. Keyingi xatolarning bittasi uklonni katta bir o'rishadi. Masalan, uklonni mana shu standarti bor, 2 sm, 3 sm bor, o'ziga qarab. Mana shuni mamlakasiy uklon qo'yishadi. Bu uklon nima qiladi desa, mana bu musor yig'ilib, to'planib, kanalizatsiya bitib qolishiga olib keladi va hidlarning chiqishiga shu sabab bo'ladi. Mana shu masalaga ahamiyat berasizlar. Agar izohlarda fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizga sizlarning fikringiz qiziq. Sog' bo'linglar.